Mana bizani barsikchamiz. Anchadan beri ko'rmovdinglar shekilli. Mana bizani barsikchamiz. O'tiribdi. Barsikchani 4-5 kun oldin mazasi bo'lmadi. Buni operatsiya qildirib keldik. Ovqat yemay qo'ydi. Nima bu ovqat yemayapti ekan desak, doktorga borsak, tishlari juda ham yomon bo'lib ketgan ekan buni. Keyin jag'idagi tishlarini operatsiya qilib doktor olib tashladi. Hozir yaxshi ancha. Mana o'tiribdi. Mana o'tiribdi. Ko'z tegmasin, yaxshi bo'lib qoldi. Tishlari xudo xolisa butkul yaxshi bo'lsa, keyin smenaga chiqadi bizani barsigimiz. Ana barsikchamiz. Ana. Barsik. Jonim mani.